Bobroqqa ishlar qala. ishlar udar. Ko'pchilik 1 yilda bitadimi, 10 oyda bitadimi deb kommentar yozgan ekan. Mana qara. 2 kun bo'ldi. Moshinaning eski holati. Video şeyde qo'yuvdi. İnşallah Alloh yuzimiz yo'riq qilib, mana 2 kunda moshinamiz tayyor holatda. Pokraskaga tayyor. Zazorlarga e'tibor beramiz. Linalarga har bitta detal idealniy holatda. Faran zazorlarni mana. Даже tirnoq ham kirmaydi. İnşallah kimda qanaqa inomarka bo'lishidan qat'iy nazar o'zimizga aloqa chiqarasizlar. BMW'ni olib qolganmiz. Bu polni yangicha bodikit bo'ladi. Buni zapchasini samolyotda olib kelishga zakaz berib turibmiz. Inshaalloh. Yana bitta proyektimiz BMW M7'miz tayyor bo'lgan уже. Buni уже minib ham yuribmiz. O'zimiz uchun tayyorlaganmiz. Aloqa chiqarasizlar, nomerlarni qoldiramiz. Zapchas, transportirovka, o'zimiz kerak bo'lsa Dubayga chiqib, o'zimiz olib kelibdi. Kuzov, pokraska, elektronika hamma ishlar o'zimizda. Inshaalloh mana 222 miz ham pokraskaga tayyor. Hozir bitta kapotini o'rnatamiz buni. Bo'ldi. Bu ham sepiladi. Shuni sepib, lakini sepib, kalirovkasini qilamiz. Salomat bo'lasizlar.